Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, biz kuzatuvchilar. Yana bitta xonadonimiz zo'r lokatsiya bilan Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Yilqichi MF eski nomi Tashovul deb ataladi. Sotuvga qo'yildi. Xonadonimiz shundoqqina katta, asosiy yo'l bo'yida joylashgan. Do'kon, maktab, bog'cha hammasi bor. Gaz, svet, suv, uy xat hujjatlari hammasi joyida. Uy chegara qismi mana shu joydan boshlanib mana bitta ariqda suv oqiladi, tozalasa mana shu joyda tugaydi fasad qismi. Xonadonimiz juda zo'r joyda joylashgan. Joylashuvi. Umumiy maydoni 13 sotiq. Bu xonadonimizni Food City gacha 18 kilometr, mana shu yerdan Qo'yliq bozoriga 22-23 kilometr. Uzoqqa borsa bir 30 minutlik yo'l Toshkent shahariga. Yangi quriladigan Toshkent viloyatida yangi qurilgan aeroportga juda yaqin joyda. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, mana hovli qismiga kelsangiz, mana shu joyga ikkita mashina bemalol sig'adi. Ikkita asosiy binolari bor. Umumiy yashash xonalari 9 ta. Kirganimizda bu yoqda 4 ta xona, o'ng tomonda hozir xonalarni kirib ko'rsatamiz. Xonalari zo'r holatda. Yana bitta narsa, mana shu videoda ko'rgan mana shu mebellar, parda hamma narsa qoladi. Shu xonadagi mebellar hamma narsa qoladi. Endi xonadon egalari o'ziga kerakli kiyimlarini, mana bunaqa o'yinchoq, bolalar o'yinchoqlarini oladi. Qolgan mana spalni zo'r holatda. Kelasiz, yashaysiz, mazza qilib. Mana shu mebel, televizor hammasi qoladi. Bu yoqda ham mana bitta xonasi ekan, bu yerda как sklad saqlaydigan. Xonadonimiz juda fayzli. Bu tomonida 5 ta xona. 5 ta xona edi bu yoqda. 5 ta xona, to'g'rida oshxonasi. Mana bu yoqda ham shundoq kirganingizda to'g'rida bitta xonasi. Shunday detskiy xona bo'lsa kerak. Mana shu xonada narigi xona yashash xonasida ham, bu yoqdagi ham hamma mebel, televizor hammasi qoladi. Mana konditsioner. Mana kir mashinasi bor, qoladi. Boyagi xolodilnigi qoladi, mana shu yerda mebel hammasi qoladi. Bu yoqda bunisi kotelni. Ariston qo'yilgan. Bu tomoni shunaqa bo'sh joy. Endi tepasini yopib, mantli ko'tarib, bitta qanaqadir bir xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yo'q, hammomi, banyasi. Zo'r holatda. Bu yoq hojatxonasi. Hojatxonasida ataplinasi ham bor, turbalar. Bu tomonlari molxona, tovuqxona, qo'yxona. Mana bu to'g'rida darvozasi bor, chunki u yoqda ham bitta ko'cha bor.
kattaroq oilalar oladigan bo'lsa, ikkita kelinli mana shu joydan to'sib, bu yoqqa alohida ma'murlar buzib tashab, bitta yaxshi imorat qilsa bo'ladi. Xonadonimizga hozirgi boshlang'ich narxi 90 ming AQSh dollari so'rayapti xonadon egalari. Yana kelib joyiga ko'rib, ko'zingiz bilan dokument, xat hujjatlarini ko'rib, uyda egasi bilan savdo qilsangiz bo'ladi. Ozgina kelishadigan joyi bor.